qatiq, suv. Nimaga? Suvga agar siz qo'limdagi chiya urug'idan solib iste'mol qilsangiz ozasiz. Agar qatiqqa solib iste'mol qilsangiz semirasiz. Hozir sizlarga qanday qilinish tartibini tushuntirib o'taman. Mana bir qoshiq chiyani olasiz, iliq suvga solasiz. Sol. Yaxshilab aralashtirasiz. Buni o'z holiga qo'yamiz. Ungacha yana bir qoshiq olamizda qatiqqa aralashtiramiz Rustam aka. Aralashtir. Bitta chiya orqali siz semirishingiz mumkin. Agar ozishingiz mumkin. Bunaqasi hali bo'lmagan. Buni ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik xato qiladi. Buni oladi, teskarisiga ishlab qo'yadi. Semiraman deganlar birdaniga ozib qoladi, ozaman deganlar semirib qo'yadi. To'ppa-to'g'ri. Suvdagi massamizga siz tog' asalini qo'shishingiz mumkin. Bu jarayonni tezlashtiradi. Bizda asal tog'dan keltirilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Asal arilari ham bor. Agar siz limonni mana shunaqasiga siqib solsangiz, bu ham jarayonni tezlashtiradi va siz oza boshlaysiz. Mana natijasi yaxshi bo'ladi. Natijasi qasam bor. Ikkita finjonda chiya bor. Biri suvda qilingan, ikkinchisi qatiqda qilingan. To'ppa-to'g'ri. Suvda massamiz ozdiradi, qatiqli massamiz semirtiradi. Men semirishim kerak, siz biroz ozing Rustam aka. Ha, shunaqa qilish kerak, to'ppa-to'g'ri. Men qatiqlisini ichaman. Buni kunda 2 mahal ichish kerak. Ertalab och qoringa turganingizdan keyin va kechqurun yotishdan oldin mana shunday qilib ho'plab ichasiz. Vazn olmoqchi bo'lsangiz qatiqqa solib iching. Agar vazn yo'qotmoqchi bo'lsangiz suvga solib iching. Qaytgancha. Agarda sizda qandli diabet bo'lsa, asal solishingizni umuman tavsiya etmaymiz. Limonning o'zi yetadi sizga. Bemalol mana shu orqali siz atigi 2 haftada natijaga erishishingiz mumkin. Qorni bor tanishingiz bo'lsa yoki cho'pday ozg'in tanishingiz bo'lsa, unga chiya mahsulotini tavsiya beramiz. Siz bunga dastavka qilib jo'natib, savobni tagiga qoling. Nima dedingiz? To'ppa-to'g'ri.